Alo, yaxshimisan? Ha, ishlab chiqdim, rahmat. Men uyga borolmayman bugun. Inam ko'rgani katta hovliga ketgan. Yotib kelaman. Ha, bugun yotib kelaman, ertaga kelaman. Qanaqa o'g'ri hazillashma. Yaxshi yotib turgin. Biror narsa bo'lsa telefon qilasan. Ahvoylar bilan hazillashdim. Hozir barakaga kirib, kokteyl uchun sut, banan, marojna olaman. Qo'shimchasiga bitta shokolad olib, sirpiriz qilib uyga kirib boraman. Mana hozir men Baraka marketga keldim. Hozir. Assalomu alaykum. Marojna ko'pligidan qaysidan tanlash bilmayapman. Tak, mana marojna oldim men. Tutolamiz. Kokteyl uchun. 16 mingdan ekan. Shokoladlar haqidan ko'p ekan, mana shuni tanladim. 24 ming. Baraka marketga kirib, kokteylga kerak bo'lgan hamma narsani xarid qildim. Hozir uyga kirib, daxl oilamga kutilmagan sovg'a uyushtiraman. Vedat, ay! Ay, Vedat, ay! Ay! Vedat, ah! Oh, oh! Begim sizmidingiz? Nimaga menman demadingiz? Men degani qo'ymading-ku. Voy enajon, voy ko'zim, shokoladga hech narsa qilmadimi? Shokolad mengami? Ha, senga sog'. A few moments later. Oling begim, kokteyldan iching. Voy ko'zim, voy enam.